sağlam tefekkür, to'g'ri qaror va to'g'ri harakatning asosidir. Agar bizning ruhimiz sağlam bo'lmasa, tefekkürimiz sağlam bo'lmaydi. Agar biz sağlam tefekkür qila olmasak, u chaqda biz to'g'ri qaror chiqara olmaymiz. Natijada da'vo sağlam taraqqiy qila olmaydi. Bu programmada da'voga salbiy ta'sir ko'rsatadigan asosli psixikalik masalalardan hasadxo'rlik, shuhratparastlik ustida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Hasadxo'rlik. Hasadxo'rlik bir xil murakkab his tuyg'u bo'lib, u gumonlanish, qizg'inish, tahdid his qilish, g'azablanish va qo'rqish qatorliq his tuyg'ularni o'z ichiga oladi. Hasadxo'rlik o'xshamagan yosh va jinsdagi kishilarning hammasida ko'riladigan bo'lib, u odatda uchinchi tarafdan tahdid his qilganda qo'zg'aladi. U tahdid odatda haqiqiy mavjud tahdid bo'lishi mumkin, ham hasad qilg'uchining tasavvuridagi xiyoliy tahdid bo'lishi mumkin. Hasadxo'rlik o'zini to'van ko'rish, bexatarlik tuyg'usining yetarlik bo'lmasligi yoki o'ziga bo'lgan ishonchining to'van bo'lishidan paydo bo'ladi. Inson hasadxo'rlikqa giribdor bo'lganda, birinchi davomli qarshi tarafni ayiblaydi va tanqid qiladi. Ikkinchi, davomli qarshi tarafdan qusur va xatolik izlaydi. Uchinchi, davomli qarshi tarafning muvaffaqiyatlarini inkor qiladi, mag'lub bo'lishni tilaydi. To'rtinchi, davomli qarshi tarafning yomon gapini qiladi, hatto haqoratlaydi. Beshinchi, davomli qarshi tarafdan gumon qiladi, ishonchsizlik his qiladi. Altinchi, o'zining nachar o'y xiyolini va qilmishini kontrol qila olmaydi. Yettinchi, qarshi tarafni o'ziga raqobatchi va yoki tahdid hisoblaydi. Sakkizinchi, qarshi taraf bilan to'la gap talashadi, maqsadlik xato maslahat berdi. To'qqizinchi, boshqalarning xo'shalligidan rohatsizlanadi. Shuhratparastlik. Shuhratparastlik insonlarning shuhratga bo'lgan salbiy intilishi bo'lib, u insonlarning benormal psixikasi bilan munosabatlik. O'ziga maftun bo'lish psixika benormallikka bor kishilar o'zlarini shuhratga va ko'pchilikning markazi bo'lishga munosib deb qaraydigan bo'lib, ular doim har qanday vositalarni qo'llanib, boshqalarning diqqatini tortishga tirishadi. İnsanlar shuhratparast bo'lganda, birinchi davomliq o'zini maqtaydigan va boshqalarni inkor qiladigan bo'ladi. Ikkinchi, har xil ijtimoiy taratqularda davomliq o'zini tashviq qiladigan, o'zini maqtaydigan yozmalarni ko'p tarqitadi. Uchinchi, o'zining ijtimoiy taratqulardagi rasmini davomliq yangilab turdi. To'rtinchi, o'zining tashqi qiyofatiga alohida ahamiyat berdi va shaklvozlik qiladi. Beshinchi, ijtimoiy taratqularda davomliq qiziq nuqta yoki kun tartib yoritib, boshqalarni o'ziga jalb qilishga tirishadi. Oltinchi, davomliq g'alit ishlarni qilish, g'alit xabarlarni tarqitish orqali boshqalarning diqqatini qo'zg'ashga urinadi.